Qaltiyarımızdan şu xanım qızaq ve şipaldan hep geldim. Ben şu Parizat xanım qaltiyarımız yetib kelmekçe resmini çıkarıp koydum. Unda qaz teşma. Şu ve şipaldan uyuşturup etmekçe edi. Başta deb degan tanız. Şuna udullam kep qaldım. Şu dostlarımızga bir bildirip qo'ylaymiz. Bir faoliyatning barligini deb qilishim. Şunu bir tushuntirib men bir taqvasangiz tushuntirib qo'ysangiz bo'ldi ham faoliyatlarni bir boshqa do'stlarimga bir deb bersam bo'ldi ham shunacha. Hem de Parizat xanımni nurg'unlagan shu ko'rmanlarimiz deb yaxshi ko'r deb o'ylayman. Burun har qaysi filmlarda yaxshi rol olib xalqninki aktyor nam bilan xalqning qalbini o'rnagan bo'lsa, uningdan keyin shu Parizat markasini ro'yobga chiqarib, shu xonim qizlarimizning teri asrash masalalarini hal qilmoqdi. Shunda bir yaxshi xonimniki mening ko'ngillarimga nurg'unlagan xaridorlarimiz ko'rishkim batdi. Biz qanday qilsak ko'rishaymiz deb men chiqib olgandim, bak xatni yozib qo'ygan bo'ldi. Shuning bilan biz Parizat xonim bilan ko'rishib, ben bir maydon hazırlasam. Men davetdayman, men shu qog'liq maishniki Parizat garim bo'limlaridan keyin millionlik shirkat hamkorlashqisi bo'laman. Şunlar lidermiş xalqimizningki qaliq diyar xalqlarning sizga ko'gis bakkan vaqtingiz chiqib qolsa men bir faoliyat o'rlashtirsam shu qalam tashirib qilsangiz desam takliflarimiz bilan o'shkinchi kun keldigan bo'ldi-chu. Qaliq diyarimiz kelamda. Ha, qaliq diyarimiz keldi. Mana do'stlar, o'shkinchi kun qaliq diyarimiz yetib keldi ekan. Shu kurashkisiz bor do'stlar. Unda qolsa vaqtida chatınglar. Yurak bisib qolama qo'llash istedim. Shu o'tib ketgan topolmaysayjimi? Ras ondan keyin bir yaxshi faoliyatlar bormi shundan qarta. Ba. Bu hamda bu faoliyatimiz kelgan xaridorlarimiz Parizat xonimdan boshqa bizningki xush ovoz naqshimiz Zulhayat Ismoilovmi keladi-chu. Nadir san'at programmalarimiz bor. Eshak kelib, huzurlanib, bu faoliyatimizda juma kuni kechga o'rlashtirdik. Ishlayotgan xizmatlarimiz bo'lsin, boshqalar bo'lsin, o'zining bir adoqlarini chiqarib bilan bir go'ngir-mo'ngda shetib kelsa bo'ladi faoliyatimizda. Uningdan sir bizning faoliyat qatnashgan har bir xaridorlarimizga o'zimizdan katta bo'lgan ko'ngil so'g'atlarimiz bor. Kurashkil bo'lsa, buning qarta masalanga misha kelamdi yoki? Biz bu faoliyatimiz qatnashganini bilet orqali qildik. Bo'lmasa qanday desangiz hamda maydondanki bir faoliyatninki sifatli bir ilib berilish uchun to'g'ri. Bu bilet orqali chesa biz mana shu bilet bo'yicha jozlarga chiroyli o'rlashtirib, shu isil tomoqlarimizni huzurlantirib, ham xaridorlar ishni yeb charchab keldi emasmi? Hech tomoqlar bor. Tomoqlarimizni huzurlanib, chiqcha chiqsa bizning ko'ngil soatlarimiz bor. Shunday bir sifatli bo'lish uchun bilet orqali kirdigan holatda qildik-chu. Umuman boshqa shu bilet ib kirgandan keyin bir yaxshi faoliyatlar bormi yo yo'qmi? Faoliyat şu hem de güzel sanat bu hem de bir keçilik çekendek boludu. Çünkü güzel sanatlardan huzurlandım faaliyetlerimizden. Ondan sonra bizim soğutumuz var. Kurup kaytmaydı. Çünkü millet çıkanak bir memenemizimiz kurup kaytılmayız. Aş biletlerini çeken mememizden her bir tık özümüzden ki yaxşı bolğan köngül soğutluğumuz var. Köngül soğutlarımızı hep kaytalaydı. Mana do'stlar bilet ib kirtkensizlar, lekin unga boshqa tomoqlarmi bor ekan, hamda ham shu so'g'atliqlarmi bor ekan. So'rab baqsam, do'koningizda hozir qanday mahsulotlar bor, qanday mallar bor, ehtiyoj do'stlar bir kelib ko'rib ehtiyoj qilsa. Bo'ldi. Bizning do'kon mana shu Tokio dairasidan 5-kun o'ttirdik 2-faysal Güzel Periler deb 13-do'kon Güzel Periler. Mana bir şey kelsanlar bo'ldi do'stlar, shu Tokio dairasi bilan 5-kun o'ttirdik 2-faysaldan ostida do'kon shu ekan.